Yo'ldosh Sanjar aka bugun 10-kuni 10 kun oldin hassada kelgandi. To'g'rimi? Hassada suyanib 4 kishi yetalab kelgandi. Og'riq kuchlaydi, oyoqda yurolmay. Necha kundan keyin o'zgarsiz? Mana bugun 10-kuni. Birinchi kuni endi videoga olmabmiz. Mana yurishni ko'rsatib, o'zidan eshitamiz. 6 kundan keyin Rossiyada eshitib keldingiz, Rossiyada yotdingiz. Ashyoda eshitib keldingiz. Qani bir o'zidan so'rang, nima bo'ldi? Rossiyada shu yerdan shunday bilmadim, endi 1-2 kun oldin belim og'rigandi. Keyin mastata yurdim, bilmay keyin MRTga bordim. Endi belim og'riyapti, shunday deb MRTni aniqlasa kerak deb. Keyin qarasam 5 grija bo'lgan ekan menda. 12 millimetrda grija ekan. Keyin ular aytdi, birdan operatsiyaga dedi, sizni tayyorlaymiz dedi. Keyin men aytdim, operatsiyaga tayyorlash uchun tayyor bo'lishim kerak, yo qon analiz, yurak tekshirish hammasini qilish kerak edi. Dedim, hech qandaydir ko'nglim urmadi. Ko'nglim tortmadi. Keyin oshnam bor edi, oshnamga aytdim, "Maqlam." Oshnam aytdi, "O'sha yerda uyga ketaylik" dedi, bular dedi. Rossiyada baribir o'zing yurting emas dedi. O'zbekistonga qaytdim. Samolyotda keldim, samolyotda qiynalib, juda ahvol og'ir. Keyin mana shu akaga boysunliklarni qilib, topib, tanishlarim bor edi, tanishlarimga davolanib ketgan ekan. Zo'r davolaydi, grija bo'yicha deb shu yerga keldim. Necha kunda hassani tashladingiz? 6 kunda hassani tashladim. Hassan, bugun o'zingiz yaxshi yuribsiz, ha? Mana keling bitta yurib bering, birinchi kun yura olmayapti, yurib bering. Og'riqlar qo'ydi, bu yoqqa ham yuring. Bir 80% o'zgarish bo'ldi-ya, o'tirib oldim. Xudo xolasa ozgincha qoldi. Bu ikkinchi kursda ko'rasiz, mana bir kursda ichina qildi, ikkinchi kursga ham qaraymiz. Agar shu bilan kundan kunga yaxshilanib borasiz, nina qildik, muolajalar qildik, u kundan kunga effekt berib boshlaydi. Xudo xolasa natijasini bir 10 kundan keyin yana ikkilanib bir solishtiramiz. Bir oydan keyin ancha o'zgarish bo'ladi. Bular girjalari o'sha operatsiyaga hojat qolmadi, bemalol yuribdi, bemalol turayapti. Bir xillar o'sha operatsiya qilyapti, keyin yana asorat berib chiqib ketishi mumkin. Uni o'zini ko'rsatmas bor operatsiyaga. Uni davolash kerak birinchi. Xursandmisiz? Xursand, rahmat sizga mana doktor. Sizga. Oyog'imni turganim uchun 12 millimetr katta grija, uni operatsiya qayerga borsam operatsiya deyapti. Lekin mana shu doktor akamiz davolab mana Xudoga shukr, mana oyog'imni yuribman. Hammasi yaxshi. Rahmat sizga. Bundan keyin yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling.